nemis Golland menonitlari Rossiya imperiyasining yirik shaharlaridan biri Riga orqali Rossiya imperiyasiga ko'chirib kirib kela boshlaydilar. Bularga mana Artur Rajabov, o'zimizning Artur Anna Germanni haykalini, mana shu Arturbek shuni kecha ajoyib ish bo'ldi-da, Xatam aka. Artur bilan o'tirib qoldik, qarasam Artur orqamda o'tiribdi. Konsertda umuman kutmaganim. Qarasam o'zimizning Artur. Keyin konsert payti ajoyib ish bo'ldi. Konsertda o'sha Anna Germanni xotirasiga bag'ishlangan katta konsertda shu Anna Germanni nomiga qo'yilgan joylar o'qilyapti-da endi. Va shu payt mana O'zbekistonda Anna Germanni haykalini yasagan ajoyib o'sha skulptor haykaltarosh o'tiribdi zalimizda deb Artur Rajabovni turg'izishdi bir payt. Butun zal qarsaklar chalib, Arturga rahmat. Bizni qahvali suhbatlarda ham Arturbek kelib turadilar. Ajoyib ish bo'ldi kecha. Hamma haligi Arturni tabrikladik. Butun bir zalda bu kishini butun ovatsiya bilan, qarsaklar bilan qarshi olishdi. Albatta, mana shunday ijodkorlar doimo baribir elning ardog'ida bo'lar ekanda. Xullas, mavzuga qaytamiz. Yekaterina ukazidan keyin, Yekaterina II-ning o'sha ukazidan keyin menonitlar Riga orqali Rossiya imperiyasiga ko'chiriladi va ularga